Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Umid qilaman ki sog' va salomat bo'lsangiz va bugun ham chorshanba subh orzu dasturini o'zbeki bo'limiga xush kelibsizlar. Azizlarim, shikast yo ham muvaffaqiyatsizlik bizlarni hayotimizni oxiri emas, balki bir ishora, bir nishona. Har kishi hayotida bir dafa shikastni tajriba qiladi. Bu shikast boyad bizlar mundoq desayki, bu bizlarni oxirimiz emas, shurimiz, bir masira rushdimiz va ko'shish etaylik bu shikastlardan yaxshi dars olsak. Va aziz vatandoshlarim, barnomamizni ham mavzusi shundan iborat va bugun ham Asinajon Hoshimiy bir murabbiy va angizishchi studiyada manam va bu mavzu haqida ko'proq gapirishamiz. Asinajon, xeyli xush kelibsiz barnomaga. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Orzu talyuzinini mutadayyin musulmon va hamda sevimli muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Umid qilamanki, har joy jahonga imki bo'lsangizlar, sihat va salomatlik komildan barxordor bo'lib va hamda baxtiyor yashab yurgan bo'lsangizlar. Alhamdulillah, mana bugun ham chorshanba, bizlar sizlar huzurlaringizga subha orzu dastur tariqidan jonli suratda qaror topganmiz. Umidki, bugungi dastur o'z sevimligi shakliga tamom bo'lsa va men ham salomimni Maryamjon aziz o'zingizga taqdim etaman. Umidki, sog' va salomat yashab yurgan bo'lsangiz. Alaykum assalom, xeyli xush kelibsiz Hasinajon. Menga aytingki, buguningizni qanday shuru qildingiz? Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bir angiziya oliy bilan shuru qildim. Ya'ni buning uchun shuru qildimki, ya'ni bugun men o'z vatandoshlarimni damiga boraman va bir mavzuiki barchalarimiz u bilan muvoji bo'lamiz, yo'ru-baru bo'lamiz, uni to'g'risiga suhbat qilish bilan. Va hamda xeyli bugun yaxshi kun edi. Xeyli ko'p yaxshi, xush kelibsiz yana ham. Asinajon, sizni nazaringizdan bir barnoma angizishi yo bir barnoma reziy mudiriyat qilamiz. Nerdan shuru qilsak birishni ki to xudoy xohlasa shikast ham mavjud bo'lmasa qaysi marahillarni bizlar tay qilsak. Maryamjon aziz, rahmat qilgan savolingizdan. Bizlar vaqtiki bir hadafni tayin qilamiz ki shanga boyat bizlar yetishsak, pilla-pilla bizlar bilan ketamiz. Masalan, qila olmaymizki pilla avvaldan pilla oxiriga qadam qo'ysak. Ya'ni hammasidan avval bu ki bizlar nima narsa qilamiz, bir hadafni tayin qildik, uni borasiga ko'shish yo ham justuju qilamiz. Avval boyad uni bizlar ta'rifini bilsak. Ya'ni shikast nima narsa yo ham shikast muvaffaqiyatsizlik aytamiz. Yo shu bu maqsadga erisha olmaslik yo ham shu intihob qilgan masirimizga natijaga yetmasligimiz. Yo ham lekin muvaffaqiyatsizlik buni aytamizki, masalan shikast. U emaski bizlar shikast yedik, dubora turkamasak yo qo'rqsak. Vaqtiki shikast yedik bizlar yod olamiz, rushd qilamiz va hamda ya'ni qaytib turkaymiz. Bu bizlar turkasak. U hayotdagi shu qattiq muallimlarimiz yo ham shu ustozlarimiz vaqtiki bizlar shikast yo ham xato qilgichidik, xato qilganlarimizni ko'rsatgichilar. Qanday yaxshi qilsak, qanday buni dubora jibron qilsak. Va fe'lan ham vaqtiki bizlar xohlaymizki bulandtarin darajalarga yetishsak yo ham shu bulandtarin qo'llalarga yetishsak, nima qilsak bo'yib bizlar birma-bir yo ham bir dafa emas, albatta necha dafa bizlar shikastni tajriba qilsak. Shikast bois bo'laki bizlar behtar turkasak. Va hamda bedun shikast muvaffaqiyatlikni hech kim yo bizlar hech qaysimiz uni qadrini bilmaymiz. Daqiqan to zamoni ki bizlar shikast yemasak, ko'p mushkulotlarni ustidan sipari bo'lmasa, zamoni ki bizlar bir joyga topamiz, u lazzati yo'q. Shu maktab paytida xususan ba'zi muallimlar ko'sh etadilar o'z avlodlarini ko'p ko'shish etadilar ki muqom bo'lay, saqlasalar, daraja avval do'miya saqlasalar. Shu paytida bir kishi ki voqean zahmat chekadi, voqean dars o'qiydi, kecha va kunduz imtihonlarni ko'sh etadilar ki yaxshi dars o'qisa, yaxshi muvaffaqiyat
تجارتیش esa زمانی که bular bir muqom mansab eshitadi واقعا bu xush احساس واقعا yurakni tagidan واقعا خیلی ko'p xushhol bo'ladi. خب tahsilotjot ba'zi paytida biza shikastga ham muvojib bo'lamiz. Ba'zi kishilar fikr etadilar-ki, dunyo oxir bo'ldi, men degan tura olmayman. Xususan ba'zi mavqega bir tijoratda shikast yeyadi. yoki bir shogird xeyli ko'p ko'rshish etadi, konkurs paytida ko'rshish etadiki, bir muqomiya eshitsa, bir daraja yaxshi kamyob bo'lsa, bir rishta muqomiya kamyob bo'lsa. Holo biz jamoamizda ko'ramiz. Jamoamizda xeyli kam mardum o'z jamoamiz katta kishilar vaziyat ruhiga ko'proq tavajjuh bermaydilar, arzish bermaydilar. Aytadilar-ki, xo'p, xayr degan. Vali u kishini boshidan o'tgan xeyli mushkulot bu ko'rgan. Bu paytida zamonki bir shogird konkursda benatija qoladi yoki ba'zi mavqeda bular ya'ni urishga xohlaydilar, unga kamyob bo'lmaydilar. Xeyli ko'p ko'shish ham etadilar. Zamonki bu shikastga muvojib bo'ladilar, bu shikast tajriba etadilar. Bu paytida qandoq qilib yangi biza shuru qilsak, qandoq qilib biza toza shuru qilsak, ana shu ruhiya oliy ki ro'z avval ki biza tasmim oldik, bor avval ki biza ko'shish etdik ki, masalan, men hadafim bu tibga chiqsam yoki ko'shish etamanki, masalan, rishta huquqiga chiqsam yo jurnalizm chiqsam, bu paytida bu rishta mavrid aloqasiga chiqmaydi bu. Bu paytida qandoq qilib, ya'ni mumkinmi biza toza shu enerji bilan shuru qilsak? Rahmat Maryamjon aziz, xeyli shu vatandoshlarimizni savoli mana shu yerga. Vaqtiki bizlar shikast yeyamiz yo ham xohlamaymiz, shu xohlagan rishtamizga qo'l topa olmaymiz. Ya'ni aytishadiki, yo men degan o'tdim degan bundan. Endi yana ham agar ko'shish qilsam, men shunga yo ham shu shikastga muvojib bo'laman. Vali toza, ya'ni vaqtga xohlaymiz muvaffaqiyatga yetishsak, bu ki avval shuki muvaffaqiyatsizlikni o'zini bizlar qabul qilsak. Ya'ni uni bilsakki bir jarayoni tabiiy yo bir masira tabiiy. O'tgan voqealarni bizlar dars yo ham ibrat intihob qilsak yo ibrat aytsak, vaqtiki bizlar shikast yeyamiz, naboyat aytsakki, men endi shikast yedim, endi men degan naboyat tursam, yo agar tursam ham yana men shuni shikastini dubora shuni menga ruh beradi. Shuning uchun bizlar naboyat masalan shikastni bir nuqtai axir bilsak, balki bir og'oz bilsak. Og'ozga nima uchun barnomarizi qilgan, masalan barnomarizi bilan degan rushd bilan shu in'itof vaziri hammasi bilan bir joy bular shakl oladi. Vaqtiki va hamda adoga bizlar boyad o'zimizni nima qilsak, ya'ni qabul qilsak, o'zimizga bavar qilsak. Bu ki shu bir shu muvaffaqiyatsizlik bizlarni naboyat ta'rif etsa, balki beraykon javoblarimiz unga bizlarni ta'rif etsa. Daqiqan, zamonki biza shikast yeyamiz, boyad ba'zi nuqotlarni madnazar olsak. Buniki bizlar bilan qaysi kishilar edi bu hadafimizda ya'ni hamroh edi yoki qaysi kishilar bizani tashviq etdi, qaysi kishilar bizani ya'ni tahrik etdi, etolmaysan u bizani liyoqatimizni kam ko'radi yoki qaysi ishlarni bizlar etdikki shu shikastga muvojib bo'ldi. Avval bu ki biza boyad ehsosotimizni mudiriyat etsak, hayajonimizni mudiriyat etsak va ko'chaktarin xeyli kichik nuqtalarni boyad biz ham madnazar olsak, to bu xudoy xohlasa bu shikastga muvojib bo'lmasak va toza shuru qilsak. Xo'p, Asinojon, oyo mana shu shikast yo muvaffaqiyatsizlik odamni kuchli qila oladimi, tavono qila oladimi? Albatta, 100% ayta olamizki, bizlarni qaviy qiladi. Ya'ni bu shu shikastni o'zi bir og'ir vazni ki bizlarni zehn va irodamizni taqviyat etadi. Vaqti bizlar bir shikast bilan ro'baro bo'lamiz yo muvojib bo'lamiz, bizlarni shu vujudimizdagi rohatligimizni chiqaradi. Bizlar shu xalloqiyatimiz bilan yo ham ya'ni xalloq fikr qilamiz. Yo ham yangi narsalarni yod olamiz bu masirga. Shuning uchun bizlar qaviy bo'lamiz shu o'rtaga. Va hamda aytib o'tishim kerakki, shu
o'zi bir masir muvaffaqiyat بدون muvaffaqiyatsizlik aslan imkon pazir emas. دقیقا زمانی که bizlar shikast yemasak muvaffaqiyatni arzishini bilmaymiz. خب Asina jon menga ayting ki odamni katta xatosi zamoni که shikast yeydi nimada? خب Maryamjon aziz, kattatarin xato ki bizlar vaqtiga muvoji bo'lamiz, bu ki shu xatomizni bizlar boyad ya'ni o'zimizga olsak. Vaqtiga bizlar xato qilamiz va shu xato qilishni o'zi bizlarga nima qiladi? Ya'ni aytadiki, bizlar vaqti birontalar masalan shikast yedi. Masalan, men shu barnomaga yo shu subha orzuga men mujriman. Masalan, bir joyga shikast yeman. Vali muhimtarin narsa birga hamkori qilish. Masalan, himoya qilish. Siz kelasiz, meni himoya qilasiz. Birga nima bo'ladi? Men ya'ni xatomga payiltaman va hamda sizdan sizga birga himoyat qilgansiz. Ya'ni aytamanki, meni shu yerga men nima qilaman? Ya'ni o'zimni xatomni digarafaga birga jibron qilaman. Daqiqan. Zamoni ki bizlar bir xatoya yo ham shikastga muvoji bo'lamiz, ko'shish etaylik ki zamonimizni yaxshi mudiriyat etaylik va bunda fikr etaylik ki nima bois bo'ladi ki bizlar shikast yedik yoki avvalan bu ki biz avval qabul etaylik ki bizlar shikast yedik. Vali bu oxir yo'l emas. Bu ina ham tursa. Chun katta donishmandlarimiz masalan Edison zamoni ki barqni ixtiro qildi, bir dafa, ikki dafa bu shikast yemadi. Bu borha fikr etaman بیشتر از 1000 بود تلاش etdi تا bu shikastga muvaffaq bo'ldi, vali دوباره hech shikastni pazirish etmadi. دوباره شروع qildi. تا بالاخره barqni ixtiro qildi u shu bilan ham bizlar shu barq tariqadan hamma narsalarni eshitgan. Va shu bois bo'ldiki bizlar uni ketidan keyin bizlar o'zimizni shu sabab bo'ladiki bizlar muvaffaq bo'lsak. Masalan, shu bilan men mana shu yerda to'xtayanu mujdagari etaman, vali sizlar o'ylaringizda televizion parda orqasidan tomosha qilasizlar. Zamoni ki to ko'proq shikast yemasak, yaxshi muvaffaqiyatga erisholmaymiz. Xo'p, Asinajon, menga aytingki, do'stlar, oilalar, rafiqlar qanchalar naqshi bor bunga ki bizlar shu shikastingizni zamoni ki biza qabul etdik shikastni. Do'bora shuru qilish qanchalar ta'sir bor, qanchalar bular bizning ruhimizga ta'sirguzor bilan gaplari. Rahmat. Avvalin qadam shu vaqtki bizlar shikast yeyamiz, oila yo xonavoda yo ham do'stlar bu shikastni torikisiga yo qorong'iligiga bizlarga bir chiroqday, chirog'i umid. Vaqtiki bizlar yiqilamiz, pas yana turamiz. Ya'ni bularni shu hatto ko'chaktarin bir kalimai angizishishi ya'ni bizlarga bir umid bo'ladi. Yo ham bir chiroq bo'ladi, yo bir rahnumoyi bo'ladi. Vaqtiki bizlar xohlaymizki zihniyatimiz bu yo'lga tag'yir qilsa, avvalin narsaki bizlarga nima? Zihniyatimizni bizlar tag'yir berishimiz kerak. Bu yo'lga masalan bilayki shu noumidi tabiiy. Hech goh qo'ymaylikki shu navoiyat bo'lar mutavaqqif bo'lsa shu shikastlarimiz, balki idoma topsin. Ya'ni bir maydavachchani ham ko'ramiz, mayda bola vaqtiga shuru qiladi yo'l yurishga, mayda-maydani yo ham avval shu o'rmalashdan shuru qiladi, to'xtaydi, pas yiqiladi. Shuning uchun to vaqtiga chopadi. Ya'ni bizlar ham shu masir muvaffaqiyatga shundaymiz. Yo ham oila xonavodamiz, yo ham do'stlarimiz shunday vaqtiga bizlar noumid bo'lamiz, bular bizlarni umidvor qilishadi. Buki sen qila olasan. Ya'ni sening liyoqating bunga bor. Yo ham shu bizlar bular nima qilishadi? Noumidlikni bizlarni yuragimizdan gum qiladi va hamda shu umidvorlikni va angizani bizlarning yuragimizga va hamda zehnimizga joyguzin qilishadi.
دقیقاً خب yaxshi do'stlar yaxshi familiya yaxshi rafiqlar ki rafaqatlari xeyli yaxshi bizamdan bularni yaxshiligini zamoni biza bilamiz ki bizlarni zamoni ki bir shikast mavjud bilamiz bizani yakka qo'l qo'ymaydilar bular zamoni ki biza shikast yeymiz xeyli ko'shish etamiz ki go'shagiri bo'lsak uyni kunja borsak o'ltirsak o'z-o'zidan fikr etsak zamoni ki bu paytida bizlar o'z-o'zidan bir raqam fikr etawizki nima bo'ladi oxiri nima bo'ladi ki shu paytida yaxshi do'stlar yaxshi oilalar keladilar bizlarni ham hamyori qiladilar hamkori qiladilar bu paytida bizlar bir umidi toza yurakimizga dunyoga keladi qancha yaxshiki biz hamisha vaqt hamma lahazot zindagimizdan shukrguzor bo'lsak va xosatan atrof yonimizdan yaxshi kishilar yaxshi oilalarimiz bor yaxshi do'stlarimiz bor yomon yo'llarda bizlarni yakka qo'ymaydilar boyat xudodan shukrguzor etsak xo'p Hasirajon oxirgi payomingiz nimadaki shu bilan javonlar bizlarni parda televizion orqasidan tomosha qiladilar va ularga xosatan payomingiz nimaki javonlar Xo'p, u kishilarki meni ovozimni yo ham o'zimni Orzu televizioni pardasidan ko'rib turibdilar. Men payomim barchalariga yo barcha u kishilar bizdan ko'rib turibdilar. Nima shu kishvarni ichiga biz nima buyurnas kishvar bo'lsin. Bu ki shikastni bir ya'ni shikast yo'lni adog'i emas, balki shurusi. Misli bir nuqtaday aytamiz. Hamisha axir bo'lmaydi, balki shuru kunida ham bo'ladi deb aytamiz. Shunda shu muvaffaqiyatsizlikni bizlar boyat bir katta ustod tayin qilsak, ki buni bilan bizlar qila olamizki, masalan, pazirish bilan, o'rganish bilan, rushd bilan, talosh bilan va hamda bir joyga muvaffaqiyatlikka yetishimiz bilan bizlar qila olamizki, muvaffaqiyatsizlikni bunday qaror bersak yo bunday aytsak va hamda hech goh taslima shikast bo'lmangizlar. Aytib o'tganimizday, yo ham Maryamjonda aytganlaridek hamisha shikast adoq emas. Va hamda ko'shiq qilingizlar, talosh qilingizlar to o'z tayin qilgan hadaflaringizga yo ham har narsaga xohlaysizlar bo'lsangizlar, unga qo'l topsangizlar. دقیقاً خب اسرا جان خیلی sizdan katta rahmat که da'vatimizni mustajab etdingiz واقعا خیلی yaxshi barnoma edi sizni rahmat men ham sizdan katta minnatdorligim bor ki yana ham o'z dasturingizga xeyli bir go'zal chiroyli dasturingizga da'vat qildingiz to yana ham sizni bir dafaliga ham bu Mezigerno Qaptoliga sizni ko'rdim salomat bo'ling. Xo'p, aziz vatandoshlarim, unutmaylar ki shikast bizlarga bir yaxshi ma'lum. Bizlarga dars beradi, sabr beradi va bizlarga bu mavqiyatni ado qiladi ki bizlar دوباره tursak, دوباره کوشش که دوباره ayağı üstüye taxtasak.